Kelin narsa uyda o'tirsang bo'lmaydimi deb telefon qilib qoldilar. Zominda aylanib yurganimni bilgan opaqim. Voy opaqa, kelinam odam u dedim-de, zominda qaynanalar qo'yniga yoqadigan joylar haqida gapirib berdim. Men zipline ucha olmayman. Qayerda yashavasanlar, shundan gapir. Gapni o'rtoqlarim bilan boraman deb qoldilar. Zominda eng zo'rlari deydigan bolam tavsiyasi bilan zominda topchik otellardan biri bo'lgan Everest Plazaga kelganmiz desam, ko'rsatasanmi dedilar. Otel zomindagi eng zo'r joyda joylashgan. Shundoq yo'lli yuzida 4 qavatda 3 xil standart, polulyuks va lyuks xonalar bor. Xonaga kerakli sharoitlar qilingan. Mehmonxonada restoran ham bor. To'lagan pulingiz ichida shvedskiy nonushta kiritilgan. Agar gapingizni xotirlar bilan tog'ni manzarasida shunaqa besedkalarda o'tiramiz desangiz ham, naqd 6 ta besedka qurilgan. Kunduzgi ko'rinishi bu, kechasi esa ertak-namo ko'rinishga keladi. Mehmonxona shundoq tog'ni tagida. Endi zominni havosi haqida ortiqcha gapirish, reklama qilish hojat yo'q. Agar 10 ming qadam yuraman desangiz, atrofni aylanib chiqasiz. Zipline ko'prigiga ham yaqin. Ha aytgancha, blatnoy gapchi xotirlaringiz elektromobilni zaryadga qilsa ham bo'ladi. Lokatsiyasi ham, xonasi ham menga yoqdi. Narxidan gapirdi-dilar. Shu rasmni yuvardim. Mehmonxonani ko'rdingiz, narxlarini ham. Zominga kelganda aynan Everest Plazaga kelib dam olgan bo'larmidingiz yo'qmi? Buni albatta izohlarda yozib keting.